Hurmatli kanalimizni kuzatib o'tirgan do'stlar, Pajaniqotga ega dokumentimiz 100% tayyor. 200 kvadrat hovli joy qidirib yurgan bo'lsangizlar, shu joyimizni do'stlaringizga tarqatinglar. Qidirib yurgan do'stlaringiz bo'lsa, Sputnikda lokatsiyamizni aytamiz. Sputnikdan Edeninda yo'layoq Daniel to'yxonaning yonidan o'tgandan keyin bitta yo'la yaqin yerda joylashgan. Yurtlarımızın içinde iki qavatlı aziz yurtdoshlar. Kanalizatsiyalar ham bor, tashkil ham qilingan ekan. Giraver qismlarimiz, eshiklarimiz ham yarmi kapul eshiklardan aziz do'stlar. Kelganlar omonliklarimiz bu yerda, atapinamiz bu yerda aziz do'stlar. Joyimizda boshqa gap bo'lishi mumkin emas, kattaligidan ham istashga Pajaniqotga ega aziz do'stlar. Yurtlarimizning yanımızda bir xonasi shifokolibga holatida turibdi. Remont qilib bersangizlar, вообще mazza joy bo'ladi bo'lsa, aziz do'stlar. Yurtlarimizda. Kanalimiz hurmatli obunachilari, bu yerimizda ayollarimiz uchun oshxonamiz, bu yonimizda bir spalni bor. Lesisamizni ajoyib etib loqlab chiroyli qo'ydilar aziz do'stlar. Bu yonimizda samozyerimiz, hojatxonamiz. Yurtlarimizda ham millar kafe. Bonimiz samozyol bilan hojatxonamizni 100% tayyor qilgan bu. Bu yanımıza gelamiz. Oynalarımız ham, eshiklarimiz ham ajoyib. Ishlardan bu yanımıza kelaveramiz. Ayollarimiz uchun oshxonamiz. Oshxonamizdan chiqsak, otizimiz bor. Yurtlarimizda aziz yurtdoshlar, otizimiz ham kattagina otizdan bor meni. Bu yanda Pajaniqotdan girib, eshikini girizadan darvoza etib qo'ydilar buni aziz do'stlar. Garajga mashina kirib bo'ladi deb darvoza qilib qo'ydilar. Bemalol shundan foydalansangizlar ham bo'ladi. Yurtdoshlar. Yurtlarimizda joyimiz boshqa gap yo'q. Birinchi qavatida faqat tushirmaymiz, spalnisi qoldi. Aziz yurtdoshlar, yerimiz spalnisi. Spalnimizdan Lesisamizni teyinda kladovka hisobida yana eshik qo'yib qo'ydilar. Yana eshik qo'yib qo'ydilar aziz do'stlar. Ajoyib qana. Yerimizni faqat oboyi qarab turibdi bo'lgani, ya oboy ya fon. Bo'lgan aziz do'stlar, patologlarimiz o'tilgan ekan inanmashki. Payasimizga endi bu yonimizga, samozyonimizga 100% tayyor. Bir remont qilib bersangizlar, вообще shikarni joy bo'ladi shu joyimiz. Lesisalarimizni ko'rib turibsizlar, lesisalarimiz ham laklanib, chiroyli bo'lib, mazza bo'lib turibdi aziz yurtdoshlar. Yana ko'rganlaringizdek ikkinchi qavatimiz bu. Ikkinchi qavatimizda bir xona, 2-3 xona. Birimiz dalonimiz ustida yana dalon sapi. Masalan, pastda ayollar bo'lsa, yuqorida erkaklar o'stirib qo'yasizlar, misol mehmonlar kelsa. Birinchi mehmonxonadan. Mehmonxonamizni ko'rinishi biz sveti yo'q ekan, bitta qaranqiroq to'myaroq o'tiribdi aziz do'stlar bu yerda. Bu yonimizda spalni, 2 spalni. 2 spalnimizdan bu spalnimiz kattaroq ekan. Shunda bu spalnimiz kichikroq ekan aziz do'stlar. Yurtlarimizda. Bu yanımızda balkonumuz var. Yurtdoshlar. Bu yerdan ko'rsataveraman. Yine balkonumuz ham kattagina. Yurtlarimizda balkonlarimiz tayyor qoldi. Kanalımızda hurmatli obunachilari, Sputnikdan Pajaniqotga ega remontini o'zim qilaman, 200 kvadrat bo'lsin degan do'stlaringiz bo'lsa, so'rab bilgan bo'lsa, do'stlaringiz yoki qarindoshlar yoki nara bo'lsa, shu joyimizni tarqatib, like bosishni yoddan chiqarmanglar. Tarqatsangizlar, shu joyimiz tezroq sotiladi. Aziz yurtdoshlar, xohlovchilar bo'lsa, reklama chiqarib sotaman deb o'tirgan bo'lsalar, besplatni reklama chiqarib beramiz aziz do'stlar. Telefon qilsangizlar, ekranda telefon nomerlarimiz yozilib turadi. Bemalol telefoningizdan telefonlaringizni kutamiz. Javob beramiz aziz do'stlar. Hozircha e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Yangi ko'rishmalarida görüşguncha.